Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun sizlarga bir qiziq narsani ko'rsatmoqchiman. Ya'ni mana shu bizlarda o'sayotgan gidroponikani biza mana shu yashil qismini o'rib, bundan mana bunaqa vidgras chiqaryapmiz. Xabaringlar bor. O'zimiz, oilamiz iste'mol qilyapmiz. Alhamdulillah, ancha yaxshi bo'lyapti. Organizmda o'zgarishlar ham o'zimiz sezyapmiz. Bizdan olganlar ham ish qilib mamnun, o'zgarish bo'lyapti, yaxshi bo'lyapman deyishyapti. Ularni keyinchalik yana ularni otziviga qarab nima o'zgarish bo'layotganini aniqroq qilib aytib beraman. Endi bir opaxon iltimos qildilarki, mana bu ildiz qismidan ham chiqarib bering. Mana buni ildizi bor, mana. Ko'ryapsizlar mana. Mana shu ildizdan kesib sok chiqarib berdik. Ularni ko'ngillari uchun. Lekin buni ichidagi vitaminlar, aminokislotalar, antioksidantlar buniga nisbatan 10 barobar kam bo'ladi. Bitta asosan kletchatka bor, ozgina shakar miqdori ko'proq, bu yoqqa nisbatan. O'shaning uchun buni misol uchun hali bir sal bir nima deydi, misol ishtahasi yo'qroq insonlar, boshqalar mana shuni ichsa bo'ladi, lekin buni ta'siri bunga nisbatan 10 barobar ko'p. Asosiy kerakli qismi mana shu yashil qismida yig'ilgan bo'ladi. Shuning uchun mana bu internetlarda ham yozishadi, mana bu ildiz qismidan ham chiqaryapmiz. Bu hali odamni gormonal fonini normallashtiradi degan gapga ishonmanglar. Bu hech qanaqa odamni gormoniga ta'sir qilmaydi, uni bir normallashtirmaydi. Buning ichida bor rastительный gormon degan narsa bor, 3 ta gormon bor, lekin uni odamzodga aloqasi umuman hech qanaqa yo'q. Buni ichgandan keyin qancha ichida gormon bo'lsa ham oshqozonda parchalanib ketadi. U qonga so'rilib bir odamni gormonal o'zgarishlariga ta'sir qiladigan hech narsasi yo'q. O'shaning uchun asosiy narsa mana shu yashil qismi. Bu dokazanli narsa. Butun dunyoda ham buni isbotlangan 1000 ta maqolalar bor va butun dunyoda mana shuni yaxshi iste'mol qilishadi insonlar. Shunaqa gaplar. Tak что mana shu yashil qismi foydali. Mana ildiz qismi bunga ishonish kerak emas. Taninglar sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar.